daqiqalarda sizlarni qutlash maqsadida qo'shni respublika O'zbekiston Respublikasida o'zlarini bir emas bir necha muamli qo'shlarga ega bo'lgan duetdosh xonandalar qo'shiqlarda sevgi muhabbat vatanimiz madhini kuylab barcha go'zal ayollarga qarata ayollar go'zalsiga xonish qilayotgan o'zbek konsert xonandalari estradamizning yorqin yulduzlari nafaqat O'zbekiston Respublikasi balki qo'shni respublikalar Tojikiston Respublikasida Qirg'iziston Respublikasida o'zlarini muxlislariga ega bo'lgan Azizbek va Kenjaxonlar tashrif buyurdilar. Qarsaklar, qichqiriqlar, olqishlar berdoshlarimizga marhamat. Shunday ekan barchangizga yaxshi kayfiyat. Yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Barcha sho'xchang, raqs va qo'shiqlarimiz uchun jarang sochadi. Marhamat, ayni daqiqalarda davramiz markazida Azizbek Kenjaxonlar qanaqasizlar azizlar? Tojikiston yoshlari kayfiyatlari alomi? Mana shunday chiroyli bayram muborak bo'lsin. Bitiruvchi yoshlarimizga, yigit va qizlarimizga katta hayotda ulkan chiroyli natijalar tilaymiz. Qolaversa Niyozbek ahliga yana bir bor alangali salom. Assalomu alaykum Tojikiston, bormisizlar? Mashallah, sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Birligiga shukr. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatni ko'taramiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ko'ksamarrak bor edim, o'shanda bahor edim. Raqssan menga qarab, kulib turgan yor edim. Ko'ksamarrak bor edim, o'shanda bahor edim. Yigitcha unga qarab, kulishimga sor edim. Men senga birga baydaman, hech kimni